Qilichbek madrasasi yaqin atrofdagi yosh bolalarga maktab vazifasini bajaradi va 1925-yil va 1938-yillargacha bu yerda tergov ishlarini olib boradi. Tergov asosan jadidchilarga va yozuvchilarning ustidan bo'lib o'tadi. Bu tergov qilinganlarni va mahbuslarni shu yerda saqlash ishlarini olib boradi va 1938-yilda esa mahbuslarni bu yerdan boshqa yerga ko'chirib faqat tergov ishlarini olib boradi. 1950-yilda SSSR tashkil topgandan keyin bu yerda boshqa hududdan ko'chirib keltirilgan yosh bolalar va aholi istiqomat qila boshlaydi. 2021-yilda esa bu qayta tashkil hudud qayta registratsiyaga olinadi va ta'mirga tushadi. Buni hozirgi kunda muzey vazifasini bajarmoqda. Qilichbek madrasasi 1999-yilda Said Olimxon davrida Qilichbek degan boy badavlat kimsa tomonidan bunyod etilgan. Ba'zi manbalarda 1914-yil ham deb ma'lumot keldi.